Assalomu alaykum hamshaharlar. Ko'rib keting Abdullo. Bugun sizlar bilan kara olamiga kelganmiz. Karalarimiz xullas akalar, xo'p, 4,5 metrdan 1 metrgacha ko'taradi. Tonnasi 1 tonnadan 10 tonnagacha ko'taradi. Xullas aka salarga bizin to'kda yuradiganlari bor. Bemalol akalar lakasani tushuntirib o'taman. Marg'ilondan chiqishda Toshkent betayini oldi. Bag'i Farg'onadan kelishingiz, bag'i Oltiariqqa ketishda bemalol kelishlaring mumkin. Cheklanmagan miqdorda bor. Xullas o'zlari tuzatish berish hamma xizmatlariga ega. Bemalol kelsalaring bo'ladi. Ichkaridagi zapchas qismlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana ichkariga ham kirib oldik, qorakam oldiga keldik. Qoraka assalomu alaykum. Aka ishlaringiz xayrli, barakotli qilsin aka. Xalqqa manfaatli xizmatlarni boshlabsiz. Aka nimalarimiz bor, tezda tanishtirsangiz xalqqa manfaatli narsalardan. Assalomu alaykum do'stlar. Bizda endi karaga nima kerak bo'lsa borda, mana balonlari bor, elektristik shtablarimiz bor, 3 tonnali ruxlalar bor, shuni. Yangi motorlar bor, tarozili ruxlalar bor, mana olib kelib berganmiz. Keyin qanaqa ruhli elektritskiy deysizmi, ruchnoy deysizmi, hammasidan bor. 1 tonnali, 3 tonnali bor. Ba'zi mayda chuyda zapchaslari ham bor ekan. Zapchaslar karaga hammasiga bor. Xullas shundan tortib gilza, portion, zapchas hamma ehtiyot qismlar bor. Xullas do'stlar, noldan bitqizish sharoitiga ega karani olib kelib shuni qo'yasiz. Borib uyga borib ishni bitqizib kelsangiz, chiroyli bitqizib berishgan bo'ladi. Ishlaringiz sifatli bo'lgan bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.